qarang. Tahoratxonani o'zi bir san'at, bir bog' kabi. Gap yo'q. Ha? Voy, buni qarang. Bu yoqda tolib ilmlarni o'tirish, dars olish jarayoni. Hozir bitta narsa ko'rsataman. Qarang. Gap yo'q, bu hadis. To'g'rimi? Har bitta hadisni ekranda o'qish Inshaalloh. Qani? Qarang. Har bitta hadisda shunday qilib qo'yilgan ekan. Har xil tilda. 1200 ta hadis bor. 1200 ta bloklashibdi. Bunaqa texnologiyani ko'rganmisiz? Eng oxirgi zamonaviy texnologiyada shunaqa muzey ham qilishibdi. Shu darajada katta joy. Maşallah. Mana ko'rinish. Qani? Qo'lingizda kizmiz. Ha. Ya qo'li tekkizmasda. Yo'q. Yo'q. Voy katta joy ekan-ku, tugamayapti-ku. Mana shu yerga o'tirib, o'qisak bo'ladi. Mana. Bu yo'qdan kirib, yo'qdan chiqib ketamiz. Ular bilan bolalar uchun ham bitta xona. Ular bilan Ha. Bolalarga ham maza bo'lardi. Tugamayapti joy. Shani mana shu davrda kredit mana o'sha davrda ko'rinishi. Imom Buxoriy ko'rinishlari qaysi bo'lgan deyishadi. Bular mana qarang, bu joyga qancha pul ketganini hisoblab deyga yetib bo'lmaydi, chunki hisobsiz. Arziydi hamda. Voy, bu yoqda yana bir boshqa bo'lib. Ha, bo'ldi. Zuk juda kuchli ishlangan ekan. Voy, agar aylanadi.